Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun mana tashqaridagi Zargilan magazinimizdan emas, ichkaridagi magazinimizdan obzor qilyapmiz. Ichkaridagi magazinimiz bozorda o'rtasida Bashnining tagidagi magazin. Daroshkalarimiz, mebellarimiz bitta ham baholisi serob. 1,5lik, 180lik, 2lik, 220lik, 250lik razmerlarimiz daroshkalarda ham bor. Qalin kasibalardan ham bor. Tashqaridan kelaverish mana kiyimlarni oldida. Bemalol kelib tanlab olishlari mumkin. Mana bozorda ichida Bashnining tagida. Mana shu Bashnining tagi bo'ladi. Navbatda ham daroshkalarimiz 80lik. Taftim paloslarimiz, mebellari, xudo xolasa joyida kelaverasizlar. 80lik, 90lik, 1lik, 1liklarimiz mana o'rtacha kassadan tortib eng tozalarigacha bor. 120lik, 120lik daroshkalarimiz, mana 120lik ular ham. Mana bitta ham bor 120liklarimiz, 1,5lik, 2lik, 220lik, 2,5lik, 2lik daroshkalarimiz mana. Mana bitta metraj xonamiz bor. Mana shu tashqaridan kirganda mana metraj xonamiz. Mana gatoy gilamlarimiz, oradan eshigimiz bor. Mana taftim paloslarimiz bitta ham. Endi 4lik, 3,5lik, 3lik razmerlarimiz bor. Gilamlarimiz 280lik, 2,5lik, 3lik razmerlari xudo xolasa bor, har xil razmerlarda. Metrajlarimiz bor. 4lik, 3,5lik, 4lik, 5lik rulonlarimiz bor. Shu ro'paradaglar 4lik rulonlar, yerdaglar 4lik rulonlar. 3lik, 320lik, 3,5lik, 370lik rulonlar. Qanaqa svetda, qanaqa kasbada salang bor. Bemalol kelib tanlab olishlari mumkin. Yangiligimiz 3 kunlik Qurbon hayiti munosabati bilan 1+1 aksiyasini boshladik. Bitta gilam, qanaqa gilam sotib olishingizdan qat'iy nazar, xudo xolasa mana shu joy namozlardan qo'shib beryapmiz. Qalin, kачественный, normalniy joy namozlar. Qani xuni narsa bas. Joy namozlarimiz eng tozalaridan, xudo xolasa. Va endi o'sha gatoy gilamlar turadigan xonamiz. Mana o'sha hammaga ma'lum va mashhur bozorda o'rtasidagi Bashni. Mana Bashnining tagi shu ichi. Daroshkalarimiz joylaganmiz, 3lik gilamlarimiz joylaganmiz. Bemalol kelib tanlab olishlari mumkin. Hamisha sog'liklar, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Bemalol kelinglar. Zargilon magazin nomi. Kelib tanlab olishlari mumkin. Zargilon hamisha 2 qadam oldinda. Sog' salomat bo'linglar.